Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz tranzistorning kirish-chiqish xarakteristikalarini olish. Demak, tranzistorning kirish-chiqish xarakteristikalarini olishning bir necha xil usullari bor. Misol uchun, demak, tajriba yo'li bilan olishimiz mumkin bo'lgan usul bor. Bu tajriba usuli demak, haqiqiy berilgan tranzistor yordamida, misol uchun BD137 tranzistorining kirish yoki chiqish xarakteristikasini olishimiz mumkin quyidagi tajriba qurilmasi yordamida. Bundan tashqari ham biz agarda bu tajriba qurilmalarimiz bo'lmagan taqdirda bizda shunaqangi imkoniyatlarimiz borki, elektron dasturlar bor. Analitik usullar yordamida tranzistorning kirish va chiqish xarakteristikalarini olishimiz mumkin. Bu bir necha bor vaqtimizni tejashga imkon yaratib beradi. Hozir sizlarga analitik usul bilan qanday qilib tranzistorni kirish va chiqish xarakteristikalarini olishni ko'rsatib beraman. Demak, biz quyidagi multizm elektron dasturini ishga tushiramiz. Buning uchun pusk menyusiga kirib, multizm on oynasi tanlanadi va uni faollashtiramiz. Demak, biroz muddat talab etadi, chunki bu dasturning interfeysi yuqori sifatli bir vaqtning o'zida ko'plab sxemalarni hisoblashga yordam beradi va xizmat qiladi. O'shaning uchun biroz yuklanishimiz vaqt talab etadi. Xo'p, demak, analitik usul deganda shuni aytib o'tishim kerakki, matematik hisob-kitoblar yordamida amalga oshiriladi. Demak, kompyuter yordamida biz bu tajribani quyidagicha amalga oshiramiz. Demak, birinchi navbatda o'sha tanlagan tranzistorimiz mana BD137 tranzistorimi, xuddi shu tranzistorini kirish-chiqish statik xarakterlarini, parametrlarini olamiz. Demak, birinchi ishchi oyna deb ataladi bu multizmda. Demak, ishchi oynada uskunalar panelidan, demak, manbalar menyusini bossak, demak, zo'rg'i menyusini bossak, quyidagicha oynacha hosil bo'ladi. Bu yerdan biz albatta har qanday sxemani yig'ishimiz uchun kerak bo'ladigan ground, ya'ni massani tanlaymiz. Yoki ruschasiga aytadigan bo'lsak, zazemleniani tanlaymiz. Xo'p, uni ekranning istalgan bir qismiga joylashtiramiz. Demak, tranzistorimizni kirish va chiqish xarakteristikasini olish uchun, demak, bizga ikkita manba ulashimiz kerak bo'ladi. Bu manba, demak, doimiy tok manbai bo'lishi kerak. Xo'p, buni kompyuterda qanday amalga oshiramiz? Buning uchun, demak, o'sha manbalar menyusidan DC power ni tanlab olamiz. Demak, 12 volt DC power bizlarga ikkita kerak. Shuning uchun ikkitani o'rnatdik. Xo'p, ikkinchi qiladigan ishimiz quyidagi komponentlar kerak. Demak, to'g'ridan to'g'ri ulab bo'lmaydi tranzistorimizni. Shuni nazarda tutib, biz ikkita bazaga va kollektor zanjiriga ikki xil qarshilikni o'ylaymiz. Demak, 1 kilo ohm va 100 kilo ohm qiymatga ega bo'lgan rezistorlarni o'ylaymiz. Xo'p, endi aktiv elementimiz, ya'ni o'sha nima uchun aktiv element? Bu yerda ikkita energiya manbai hisobiga ishlayotgani uchun aktiv element sifatida BD137 tranzistorini tanlab olamiz. Demak, bu BJT NPN tranzistorlar tipiga kiradi va buni o'sha NPN tranzistorlar tipidan qidirish orqali oson topishimiz mumkin. BD137 va hokazo. Okey. Xo'p, o'rnatdik. Endi sxemani birlashtirib chiqamiz. Demak, bu manbani rostlashimizga unchalik hojat yo'q, 12 volt bo'laveradi. Ikkinchi manbani, demak, biz olamiz 6 volt. Okey.
Xo'p, demak, bizda bu yerda yana qo'shimcha elementlarimiz esimizdan chiqibdi. Multimetrlarimiz kerak bo'ladi. Multimetrlarimizda demak, voltmetr yoki ampermetr sifatida ulashga to'g'ri keladi. Xo'p, elektron dasturimizda qanday topamiz? Demak, multimetrlarni demak indikator bo'limidan topamiz. Indikator bo'limidan demak multimetrimizni tanlab olamiz. Ampermetrni. Bizga ikkita ampermetr kerak bo'ladi. Shuning bilan birgalikda voltmetr ham kerak bo'ladi ikkita. Okey. Demak, sxemani barcha elementlarini jamlab oldik va o'zimizga qulay ko'rinishda keltirib olamiz. Sxemani o'ylaymiz. Xo'p. E'tibor beramiz, bu yerda tranzistorimiz umumiy emitter ulanish sxemasiga ko'ra ulanishi kerak. Bu yerda demak tranzistorimiz umumiy emitter bo'lishi uchun demak mana bu emitter qismidan bu manbadan keluvchi tok ham shu emitter qismidan oqib o'tishi kerak. Bu manbadan ham kelayotgan tokimiz emitter qismidan oqib o'tishi kerak. Shuning uchun demak quyidagicha o'ylaymiz. Demak, buni pilosini ham bazaga beramiz, buni pilosini kollektor zanjiriga beramiz. Shunda umumiy emitter ulanish sxemasiga ega bo'lamiz. Xo'p. Bu yerda bu ampermetrning vazifasi demak bazaga kiruvchi tok kuchini hisoblashdan iborat. Bu esa baza va emitter zanjiridagi kuchlanishni tafovutini hisoblashga yordam beradi. Mana ularning baza emitter zanjiriga va kollektor zanjiriga kelayotgan ikkinchi manbani tokini uramiz. Mana ampermetr ketma-ket. Faqat voltmetr qoldi. Bu multizm dasturini interfeysini qulayliklaridan yana bir jihati, demak, to'g'ridan to'g'ri dasturni ishga tushirish yordamida buni har bir qiymatini, misol uchun ampermetrni har bir qiymatini yozib borish orqali bajarishimiz ham mumkin. Bunda jadval ko'rinishida kirish xarakteristikasini olishimiz mumkin. Yo bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri bundan-da qulayroq usul bor, yuqoriroq foydalanishimizga oson, interfeysi qulay bo'lgan usul bor. Bu usul demak sxemada jarayonni simulyatsiya qilish bo'limidan tanlanadi, ya'ni simulate bo'limidan analizis bo'limini swap bo'limi tanlanadi. Shunda quyidagi osiluvchi oyna hosil bo'ladi. Bu yerda demak biz aytgan absissa o'qidagi o'zgaruvchini tanlaymiz. Ya'ni absissa o'qida demak kirish xarakteristikasini olishimiz uchun tranzistorimizni bazasi va emitteri orasidagi kuchlanishni o'zgartirib borib, bazaga kiruvchi tok kuchini bog'liqlik grafikini chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun demak birinchi o'zgaruvchi VV1 qilib tanlaymiz. Mana sxemada ko'rinib turibdi VV1. Mana bu manbani qiymatini qanday o'zgarishini bu yerda yozamiz. Demak, start value, demak boshlang'ich qiymati 0 deb olamiz. Oxirgi qiymatini taqriban 1,5 volt qilib olamiz. Xo'p, buning uchun tranzistorning data sheetini bilishimiz kerak bo'ladi aslida. Lekin 1,5 volt uncha katta miqdor bo'lmagani uchun to'g'ridan to'g'ri 1,5 volt olishimiz maqsadga muvofiq.
Xo'p, demak, boshlang'ich qiymati 0 dan 1,5 gacha o'zgarib boradi. Bu kuchlanish manbayimiz va uni qancha qadam bilan o'zgarib borishini kirityapman. Demak, instrument degani bu yerda qadamlari, ya'ni 0,1 voltga oshirib borib, 0 voltdan 1,5 voltga keltirib olishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, endi bu mana bu kollektor emitter zanjiridagi kuchlanishni bitta hol uchun olib beradi. Agar men ikkinchi manbani faollashtirganimda kollektor zanjirini istalgancha qiymatini olib berishi mumkin bo'ladi. Demak, buning uchun ikkinchi manbani tanlaymiz va uning boshlang'ich qiymati 0 volt olishimiz maqsadga muvofiq va ikkinchi qiymatini 2 volt. Har bir qadamini 2 volt qilsak, demak, ikkita holati uchun xarakteristikani oladi. Biz bilamizki, demak, tranzistorlarning kirish xarakteristikasini olayotganimizda uni ikkita holat uchun, kollektor emitter zanjirining ikkita holati uchun olishimiz yetarli hisoblanadi. Undan ortig'i hojat emas. Xo'p, demak, analysis parameters bo'limidan quyidagi o'zgarishlarni qilib bo'lganimizdan keyin output menyusi tanlanadi va bu yerda biz ko'rib turibmizki, I1 va I2 toklarni ko'rib turibmiz. I1 tok bu baza toki emas. Shuning uchun biz baza tokining, aynan tranzistorning baza tokini o'zgarishini olishimiz uchun quyidagi amallarni bajarishimiz kerak. Add device, ya'ni qurilmalarni parametrlarini qo'shish degan bo'limdan tanlaymiz. Demak, bu yerda yo'q parametr, demak, o'sha BJT, demak, device tab qurilmani turi BJT, ya'ni tranzistor, nomi QQ1, parametri demak o'chi. Bu yerdan biz baza toki parametrini qo'shamiz, ya'ni OK tanlab OK tugmasini bosamiz va bu yerda baza toki hosil bo'ladi. Demak, baza tokini bu oynaga o'tkazsak, natijada demak kirish kuchlanishi va baza tokining bog'liqlik grafiga chiqib keladi. Demak, ikkita hol uchun 0 volt va 2 volt hol uchun. Hop, bu yerdan to'g'ridan to'g'ri simulyator bo'limini tanlash orqali biz quyidagi o'sha nisbatan o'lchashlarda erisha olmasligimiz mumkin bo'lgan qiymatlardan aniq bo'lgan qiymatlarni olishimiz mumkin. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Buni nomini, demak, biz buni nomini quyidagicha belgilab qo'yamiz. Demak, kirish xarakteristikasi. Okay. Xo'p, bu yerda mana bu ikkita funksiyani nima ekanligini bilishimiz uchun quyidagi bosamiz va bu instrumentni bosish yordamida, demak, qizil chiziq, demak, kollektor kuchlanishining 0 volt bo'lgandagi tranzistorimizning kirish xarakteristikasi, kollektor kuchlanishining 2 volt bo'lgandagi kirish xarakteristika esa buni yashil ko'k chiziq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Hop, demak, bu tranzistorni, bu amallarni bajarish bilan tranzistorni statik kirish xarakteristikasini oldik va buni kelgusi darslarimizda qayerlarda qo'llanishini aytib o'tamiz va foydalanamiz.
Hop. Endi shuning bilan endi chiqish xarakteristikasini olish qanday amalga oshirish mumkinligini ko'rib o'tamiz. Buning uchun biz demak hozircha yopib turamiz bu oynani va yana o'sha simulyatsiya bo'limiga kiramiz va ko'ramizki analysis display. Bunda endi chiqish xarakteristika deganimiz mana bu kollektor emitter oralig'idagi tushuvchi kuchlanishni, ya'ni 4 va 0 nuqtadagi potensiallar farqini o'zgartirib borib, kollektor zanjiridagi tokning o'zgarishini qayd qilib boramiz. Buning uchun nima qilamiz? Demak, birinchi manbaga, demak, VV2 tanlanadi va bu ko'rib turibmizki, demak, ikkinchi manba kollektor zanjiridagi kuchlanishimiz o'zi tranzistorni kuchaytirish xususiyatidan kelib chiqib oladigan bo'lsak, dastlab kirish xarakteristikasini olganimizda 2 volt tanladik. Biz esa hozir chiqish xarakteristikasida esa kuchaygan signalimizning qiymati albatta unga nisbatan bir necha 10 marotaba katta qilib tanlab olinadi. Va o'lchash qadamlarini 0.1 volt olish bilan menimcha bu kompyuterga ko'proq yuklama yuklatishni hojati yo'q. 1 volt qadam bilan olish yetarli deb hisoblaymiz. Va ikkinchi chiqish xarakteristikasida esa eng kamida 5 ta holat uchun, ya'ni baza tokining 5 ta holati uchun bu o'lchashlarni ketma-ket bajarish kerak. Shuning uchun demak buni 5 ta holatini belgilab olamiz. Misol uchun baza holatini 5 ta holatini belgilashimiz uchun 0 dan 2,5 gacha o'zgartirib boramiz. Kirish kuchlanishini va buni 0.5 qadam bilan bajaramiz. Shunda biz 5 ta o'lchashni amalga oshirgan bo'lamiz. Demak 0, yarim, 1,5 yo'q 6 ta bo'lib ketadi. Hojati yo'q, 0.5 dan boshlaganmiz. Ma'qul. Output demak chiqishda nimani simulyatsiya qiladi ushbu elektron dasturimiz. Demak simulyatsiya jarayonida biz baza tokining o'zgarishini kiritishga hojatimiz yo'q. Shuning uchun demak qo'shimcha parametr kiritamiz. Kollektor demak zanjirini tokini demak I kollektor bilan belgilab olamiz. Qo'ydik, mana kollektor zanjiridagi tokimizni o'zgarib borishini amalga oshirsak, hop. Demak, endi mana ko'rishimiz mumkin. Kollektor emitter zanjiridagi kuchlanishimiz 0 dan 30 voltgacha o'zgarib borganda, demak, chiqishimizdagi mana bu kollektor zanjirida oquvchi tokning qiymatlarini qayd qilib boramiz. Buni demak simulyatsiyani bosish orqali amalga oshiramiz. Demak, ikkinchisida mana ko'rib turibmizki, 0 dan 30 voltgacha bo'lgan oralig'ida kollektor zanjirini turli qiymatlarini ko'rib turibmiz. Demak, birinchisi, demak, 5 ta qiymati 0 volt bo'lgan holat. Bu holat grafikda ko'rinmayapti. 2, 3, 4, 5. Yashil chiziq mana bu holat. Mana ya'ni 1 volt bo'lgan holat, 1,5 volt bo'lgan holat. Bu holat 2 volt bo'lgan holat. Bu holat, ya'ni kirish kuchlanishimizni qiymat 2 volt qilib olinib, kollektor emitter zanjiridagi kuchlanishni 0 dan 30 voltgacha o'zgartirib borganimizda kollektor tokining o'zgarish qiymatini olishimiz mumkin bo'ladi.
grafiki ekanligini ko'rsatib turibdi. Mana shuning bilan biz chiqish xarakteristikasini oldik va buni yanada aniqroq olganimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ya'ni buni biroz masshtabini o'zgartiramiz. Ya'ni 0 voltdan 15 voltgacha olsak, demak bu chiqish xarakteristikani demak to'liq ifodalay oladi deb hisoblaymiz, yetarli bo'ladi. Demak 30 voltgacha o'lchashning hojati yo'q. Buning uchun demak ushbu mana grafikni o'chirib tashlaymiz. Buning uchun demak edit tahrir menusida clear page bosiladi va OK tanlanadi. Shunda demak dastlabki kirish xarakteristikani o'zi qoladi. Endi o'lchashlarni qaytadan bajaramiz. Buning uchun analiz display va 15 volt qilib tanlaymiz va output chiqishni ko'ramiz. Demak kollektor tokining o'zgarish parametrini olamiz. Simulyatsiya bo'limini bosamiz. Shuning bilan mana 0 voltdan 15 voltgacha kollektor zanjiridagi kuchlanishni o'zgartirib chiqish xarakteristikasini oldik va buni quyidagicha saqlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Demak, fayl page bo'limiga kiramiz va uni nomini yozib qo'yamiz. Demak, BD 137 tranzistor chiqish shuning bilan hurmatli talabalar, bugungi darsimiz yakunlandi. Ya'ni biz maqsadga erishdik. Tranzistorning kirish va chiqish xarakteristikalarini qanday olish mumkin ekanligini analitik usulda ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.